Yaradorsan-ku. Mashinaga. Tezroq. Bugungi ko'rsatuvimizni qishloq ayoli mavzusi bilan boshlashni niyat qildik. Lekin uning juda erta turishi, totungacha uy yumushlari bilan mashg'ul bo'lish haqidagi ko'p aytilgan fikrlarni takrorlab o'tirishni ortiqcha bildik. Necha marta aytdim bu mashina o'zi uzoqqa bormaydi. Men xuddi Zulayho degan ismni umrbod eshitmaganday. Axir kimdan qo'rqasiz? Mendan. Yo'q. Sendan emas. Zulayho. Shu qisqa davr ichida qalbimning eng nozik joylarida saqlanib kelgan qimmatbaho narsani yo'qotib qo'yishdan qo'rqqan edim. Muhabbat bu hayot mevasidir. Uning sharbatini umrbod ichish mumkin. Zulayho, azizim.
oldida ham, odamlar oldida ham mening eng suyukli, qalbim to'ridagi erimsiz. Assalomu alaykum. Efirda axborot direksiyasining yangiliklar dasturi. Shu kunlarda Banklar akademiyasida Moliya vazirligi tizimidagi mintaqalararo tashkilotlar rahbar xodimlarining o'quvi tashkil etildi. Uni yaponiyalik mutaxassislar olib bormoqdalar. Bunday anjumanni o'tkazishdan asosiy maqsad urushdan so'ng qisqa fursat ichida rivojlanishning yorqin yo'liga chiqib olgan Yaponiyada moliyaviy tizimning shakllanishi bilan yaqindan tanishishdir. Anjuman 3 kun davom etadi. Toshkentda gastroenterologlarning 4-xalqaro anjumani bugun o'z ishini davom ettirmoqda. Mustaqil hamdo'stlik davlatlari va xorijiy mamlakatlardan tashrif buyurgan mutaxassislar me'da-ichak, jigar kasalliklari bo'yicha olib borilayotgan yangi tadqiqotlar, ishlab chiqarilayotgan dori-darmonlarning samarasi haqida ma'ruzalar qilib o'zaro tajriba almashmoqdalar. Buxoro Tekis hissodorlik jamiyati keyingi yillarda eksport salohiyatini oshirishga asosiy e'tiborni qaratmoqda. Korxona sexlarida o'rnatilgan zamonaviy dastgohlar jahon andozalari darajasida mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Yaqinda kombinatda Janubiy Koreya bilan savdo-sotiq qilish bo'yicha yangi shartnoma tuzildi. Qishloq xo'jaligi mavzusiga oid. Mana 4 yildirki Jarqo'rg'on tumanidagi Xalqobod jamoa xo'jaligi dehqonlari respublikamizda birinchi bo'lib davlatga g'alla topshirish rejasini ortig'i bilan bajarib kelmoqdalar. Qisqa davrda cho'l sharoitida hosildorlik gektar hisobiga 7 sentnerdan 40 sentnerga ko'tarildi. Bu yil esa hosildorlik yanada oshdi. Xorij xabarlari. Avstraliyada barcha irqdagi insonlar teng huquqqa ega shiori ostida ramziy namoyish bo'lib o'tdi. Shu tariqa namoyishchilar rasizmning barcha ko'rinishiga qarshi ekanliklarini ifoda etdilar. Minglab avstraliyaliklar qanday millatligidan qat'iy nazar ko'chalarga chiqib ushbu namoyishda qatnashdilar. Ma'lumki, Avstraliya yevropaliklar tomonidan ochilgan vaqtda tub aholi oq tanlilar tomonidan qattiq ezilgan. Deyarli 20-asrning o'rtalarigacha ahvol shunday bo'lib qolavergan. Shuningdek, mazkur bayramga bag'ishlangan mitingda mamlakatning yetakchi biznesmenlari va hukumat a'zolari tub aholi vakillaridan ramziy uzr so'radilar. Biroq mamlakat bosh vaziri Jon Hovard ularning safiga qo'shilmadi. Hovard so'zga chiqqanda, agar yevropaliklar Avstraliyani ochmaganda, aholi hamon ibtidoiy jamoa davrida qanday yashagan bo'lsa, hozir ham shunday yashardi degan mazmunda nutq so'zladi. Lekin ko'rib turganingizdek, Hovard qattiq qarshilikka duch keldi va zalni tark etishga majbur bo'ldi.
Yaponiyaning Ortega firmasi o'zining yadroviy zavodlaridan birini yopishini e'lon qildi. Gap shundaki, mamlakatning Niigata prefekturasida joylashgan ushbu zavod chiqindilarini daryoga chiqaradi. Mutaxassislar olib borgan tekshiruvlar natijasida daryodagi radiatsiya foizi kerak bo'lgandan yuqori darajani tashkil etgan. Shu kuni kompaniya rahbariyati barcha ishlarni to'xtatgan. Tekshiruvlar natijasida reaktorlardan biri xavfsizlik talablariga javob bermay qolganligi aniqlangan. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatidagi Canaveral burniga Atlantis kosmik kemasi qo'ndi. Eslatib o'tamiz, bortdagi xalqaro ekipaj a'zolari 10 kun davomida ochiq kosmosda bo'ldilar. Ekipaj qator ta'mirlash ishlarini amalga oshirgan. Shuningdek, Atlantis ekipaji ularning zimmasiga yuklangan yana bir asosiy vazifa — xalqaro kosmik stansiyani yuqori orbitaga olib chiqishni ham uddasidan chiqdi. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasiga qarashli Sarasiyo bojxona posti xodimlari chegara qo'shinlari askarlari bilan hamkorlikda Dushanbe-Moskva poyezd yo'lovchilari yuklarini nazoratdan o'tkazayotganda 1961-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosi Olim Pirov 4 kilogramga yaqin geroinni buyumlari orasiga yashirgan holda olib o'tmoqchi bo'lganda to'xtatildi. Andijonlik bojxonachilar esa davlatimizga Qirg'izistondan kirib kelayotgan 1969-yilda tug'ilgan Dilfuza ismli hamyurtimizni to'xtatishganda uning yonida 200 gramga yaqin geroin narkotik moddasi borligi aniqlandi. Ayni paytda har ikki holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov ishlari olib borilmoqda. Ko'rsatuvimiz so'ngidan ushbu xabar o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi tomonidan Kattaqo'rg'on transport kasb-hunar kollejida talabalar o'rtasida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va boshqarish mavzuida respublika ko'rik tanlovi o'tkazildi. 2 kun davom etgan musobaqalarda o'quvchilar avtomobillarni boshqarish, yo'l harakati qoidalari, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha bilimlarini va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazishdi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Reaktor futbolchilari hujum uyushtirishga harakat qilishyapti, lekin ana shu hujumlarning yakuni bo'lmasdan qolmoqda. Bahrom Haydarov, Anna Matov, Sergey Lebedov, Shunqobilov, Bahrom Haydarov, Shunqobilov. Mana Shunqobilov to'pni tezlik bilan o'z jamoadoshiga Rustam Abdullayev yetkazib berdi. Rustam Abdullayev mana yarim maydon tomon kirib kelyapti, to'pni mana yetkazib berdi Nurali Sultonov. Qo'l imkoniyatda Nurali Nizar bilan tepgan to'pi. Mana bu yerda zarba. Mana Qahramon Abduqodirov traktor jamoasi darvozasiga ikkinchi to'pni yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Uchrashuvning 86-daqiqasida Qahramon Abduqodirov ikkinchi to'pni traktor darvozasiga yo'lladi. Hisob 2-0. Nasaf futbolchilari oldinda. Mana stadionda ko'p sonli muxlislar, ular shiorlarni ko'tarib olishgan va o'zlarining sevimli jamoalarini Nasaf faqat g'alaba degan so'zlar yozilgan shiorlarni ko'targancha o'z jamoalarini olqishlashmoqda. Hisob 2-0. Nasaf traktor jamoalari uchrashuvi. Hozir mana traktor futbolchilari o'yinni maydon markazidan boshlashga majbur bo'lishyapti. Petashvili Yaparqulov to'pni tezlik bilan o'z jamoadoshiga yetkazib berdi. Petashvili
Uchrashuvning birinchi bo'limi 21-daqiqasida Zafar Xolmurodov birinchi to'pni kiritgan bo'lsa, 86-daqiqada esa Qahramon Abduqodirov 13-raqamdagi Zafar Xolmurodov o'rniga maydonga tushgan futbolchi hisobni 2-0 ga yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Sergey Lebedov to'pni Ro'ziqul Berdiyevga yetkazib berdi. Bahrom Haydarov, Sergey Lebedov, Bahrom Haydarov. Bahrom to'pni yana Sergey Lebedovning o'ziga yetkazib berdi. Annamatov. Bahodir Annamatov o'yin qoidasi buzildi. Bu yerda Bahodir Annamatovga nisbatan traktor futbolchilari qo'pollik ishlatishdi. Jarima to'pi. Hozir Nasaf futbolchilari Rustam Abdullayev mana to'pni Ro'ziqul Berdiyevga bergan, lekin Ro'ziqul to'pga yetib bora olmadi. Usmon Qobilov, Rustam Abdullayev, Usmon Qobilov, Rustam Abdullayev o'yindan tashqari holatda. Nikolay Shevchenko bu to'pni Dilshod O'rmonovga yetkazib berdi. Dilshod O'rmonov bu to'pni jarimaga yetkazdi. Sergey Lebedov qaydashga muvaffaq bo'ldi. Annamatov, Bahodir Annamatov mana to'pni tezlik bilan mana oldinga olgancha oldinga intilyapti. Annamatov mana to'pni zarb bilan tepdi. Xavfli vaziyat. Bu yerda mana darvozabon Ali Qahorov o'z o'rnidan chiqib ketgan edi. Agar Bahodir yana mo'ljalni sal to'g'riroq olganda traktor darvozasiga 3-to'p borib tushishi hech gap emas edi. Petashvili to'pni jamoaga yetkazib berdi. Oleg Bejenerov bu to'pni egallagancha Pyotr Gizimchuk uzatdi, lekin mana bu yerda Abdujamil Abdug'aniyev yana bir bor qo'lay imkoniyatda bo'lgan edi. Oleg Bejenerov hozir to'p traktor futbolchilari Mo'minjonov, Ilhom Mo'minjonov to'p bilan o'yin qoidasi buzildi. Nasaf va traktor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlanib bormoqda. Hisob 2-0 oldinda maydon egalari Nasaf futbolchilari. Hozir mana Aleksandr Petashvili to'pni zarb bilan tepdi, jarima to'pini. Bahodir Qodirov, Sergey Lebedov. Stadionda ko'p ming sonli muxlislar. Qarshining Nasaf va Toshkent traktor jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlanib bormoqda. Hisob 2-0 oldinda maydon egalari Nasaf futbolchilari to'p bilan Abdujamil Abdug'aniyev bu to'pni olib kelyapti. Sardor Saidorxonovga yetkazib bermoqchi bo'ldi, lekin to'p mo'ljalga aniq yetib bormadi. Biz bugungi to'p mualliflarini yana bir bor eslatib o'tamiz. Uchrashuvning birinchi bo'limi 21-daqiqasida Zafar Xolmurodov to'pni boshi bilan Ali Qahorov quruqlayotgan darvozaga yo'llab hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Jamoalar 1-0 hisobida tanaffusga chiqdilar va uchrashuvning 86-daqiqasida Nasafning 13-raqamdagi o'yinchisi Qahramon Abduqodirov ikkinchi to'pni traktor darvozasiga yo'llab hisobni 2-0 ga oshirdi. Hozir to'p bilan yana Nasaf futbolchilari hozir mana Qahramon Abduqodirov, darvozabon Ali Qahorov o'z o'rnida. Va nihoyat bugungi uchrashuv bosh hakamning kuchaygan shu bilan Qarshi Nasaf va Toshkent traktor jamoasi o'rtasidagi uchrashuv 2-0 hisobida maydon egalari Nasaf futbolchilari foydasiga hal bo'ldi. To'plarni Zafar Xolmurodov va Qahramon Abduqodirovlar traktor darvozasiga